hosilni mo'lligini ko'ring. Bu qanday uzum navi ekanligini bilasizmi? O'sha internetlarda mashhur bo'lgan danaksiz uzumlar hisoblanadi. E'tiborli jihati nimada? Bu ko'chatlar o'tgan yili ekilgandi. Bir yilni o'zida hosilga kirib ulgurdi. Hosil olganda ham bilasizmi? Hosillar juda mo'l. Albatta, ilm bilan yondashuv har bir sohada mana shunday o'z so'zini aytgan. Bu fakt va bu bor gap. Biz Toshkent viloyatidamiz va Ohangaron tumanidamiz. Bilasiz, Toshkent viloyati umuman qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasida umuman salohiyatli hududlardan biri hisoblanadi va aynan uzum yetishtirishda ham respublikada yetakchi hududlardan hisoblanadi. Agrosanoatni rivojlantirish agentligi tomonidan bugun mana shunday yirik loyihalar puxta ishlab chiqilyapti va amaliyotga joriy etilyapti. Bugun respublikamizning har bir hududlarida yerlarni o'zlashtirish hisobiga qolaversa, mana shunday eskirgan bog'zorlar o'rnida mana shunday zamonaviy intensiv bog'lar barpo etilyaptiki, bu albatta qishloq xo'jaligidagi umuman iqtisodiy ko'rsatkichlarni oshishida ham o'z so'zini aytyapti. O'tgan yili mamlakatimizda 1,9 million tonnaga yaqin uzum mahsuloti yetishtirildi. Shundan 900 ming tonna xo'raki, 740 ming tonna kishmish bob, 200 ming tonna sanoatbop uzum hisoblanadi. Demak, bu sohada qilinadigan ishlar hali ko'p. Shu sabab ham davlatimiz rahbari tashabbusi bilan agrosanoatni rivojlantirishda, xususan uzumchilikni rivojlantirishda dunyoning eng ilg'or usullari ishga solinyapti. Sanoatlashgan tokzorlar yaratish, bunda kafolatlangan loyihalarga tayanish eng muhimi. Toshkent viloyatining lalmi yerlarda tashkil etilgan danaksiz eksportbop tabiat injiqliklariga chidamli uzum navi bir yildayoq hosilga kirdi. Bu kabi sanoatlashgan tokzorlar bog'dorchilikni rivojlantirishda eng natijadori hisoblanadi. Uzumchilik yo'nalishida gapiradigan bo'lsak, respublikamiz bo'ylab qancha mana shu tokzorlar bor. Bugun zamon talablariga javob beradigan zamonaviy mana shunday intensiv namunali tokzorlar bor. Va yana qancha biz tokzorlarni yaratishni reja qilganmiz mana yaqin 2 yilda. Respublikamiz bo'yicha 141 ming gektar bog' uzumzorlarimiz bor. 269 ming gektar fermer xo'jaliklarida bog'imiz bor. Bu bog' uzumzorlarimiz hammasi bugungi kun talabga javob beradi deb bo'lmaydi. Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan farmonda agentlikka aniq vazifalar berilgan. Biz agentlik xodimlari joylarda yurib, har bitta qilinayotgan bog'larda sanoatlashgan bog'lar, mana bog'da ko'rib turibmiz, sanoatlashgan bog' deganda bizi xodimlarimiz ana shu sanoatlashgan bog'larda tez ishlab chiqib beryaptiki, shu yerda tuproq tahlili, suv tahlili, gidrologiya, ob-havo har bitta ma'lumotlar o'rganib chiqib, ana shu yerga bugungi kunda mana shunaqa hosildorlik, yuqori hosil beradigan mevalarni, ko'chatlarni to'g'ri joylashtirish bo'yicha takliflarni, tavsiya ishlab chiqib beradi. Shunga asosan sanoatlashgan bog'lar boshlandi. Farmon bilan 2 yil davomida 43 ming gektar maydonda sanoatlashgan bog' va tokzor boqish belgilangan. Hozir mana 25-yilda 29 ming gektardan bugungi kungacha 16 ming gektar, 1700 ta fermerdan tashabbuskorlar tomonidan 16 ming gektardan ortiq maydonga shunday sanoatlashgan bog' tokzorlar barpo etish bo'ldi. Bu degan to'xtab qolish emas. Biz mana joylarda bugungi kunda mana o'tkazayotganimiz, mana aynan Ohangaron tumanida, mana Toshkent viloyatining tumanlaridan aynan bog' bilan shug'ullangan, katta bog' qiladigan, bog'da istagini bildirgan tashabbuskorlar bilan biz yuz-yuz ko'rishib, xorijiy mutaxassislarni, mahalliy mutaxassislarni jalb etib, qanday bog' bo'ladi? Bu bog'da ekishdan ko'chatni qanday ekanmiz, qanday uni parvarishlaymiz, qanday sug'oramiz, tomchilatib sug'orishda afzalligi qanday? Bugun yana qancha mana shu samarasiz tokzorlarimiz bor. 25 ming gektar samarasiz bog' tokimiz bor bizning. Shu samarasiz bog' toklarimiz biz buzib, qasos o'rniga qanday bog'da qanday meva navi to'g'ri keladi. Mana shu navlarni sharoitda o'rganib, shuni joylashtiryapmiz. Qaysi yerlarga bog' to'g'ri kelmaydigan joylar ham bor-da. Shu yerlar biz ochiq maydonlarga chiqarib taklif beryapmiz. Bog' bo'lgan joylarga, masalan, lalmi, o'zlashtiradigan tog' oldi zonalarga qanaqa mevalar, sifatli mevalar navlari bo'yicha tanlash ishlari bo'lyapti. Eksportbop jahon talabiga bugungi kunda mana dunyoda qanaqa mahsulot talabi bo'yicha o'rganilgan marketing asosida biz shuni joylashtiryapmiz. Bugun prezidentimiz tashabbusi bilan yer egalari, fermer, tadbirkor, dehqonlarga hech qachon berilmagan imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti. Bu tarmoqni rivojlantirishda va tashabbuskorlarni, investorlarni qo'llab-quvvatlashda juda muhim. Bugun mana shunday sanoatlashgan bog' yaratmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Ular uchun davlat tomonidan qanday imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti? Albatta, mana xuddi shunday, mana tog' oldi lalmi yerlar o'zi mana shu yerda, mana shu ko'rib turibsiz, shu dalamiz o'zi lalmi bu.
Bu yerda oqova suv yo'q. Shu lalmi yerlarda ham o'zlashtirish uchun kapelnik qiladi. Tomchada sug'orish qo'yiladi. Tomcha sug'orishga 1 gektar 16 million so'mdan quduq qazsa, qudugiga har bir metriga 600 ming so'mdan 120 million so'mgacha bitta quduqqa berilyapti. Har bir ko'chatga, mevali ko'chatga 25 ming so'mdan. Danaksiz eksportbop uzum navlari 7,5 ming so'mdan. Mahalliy uzum navlariga 2,5 ming so'mdan mana imtiyozlar beryapti. Har bitta shipalariga 15 ming so'mdan subsidiya beryapti. Bu degani juda katta imkoniyatlar. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, tadbirkorlarimiz tushundi hozir. O'zlari mana ko'rdingiz, mana hozir ham 100 dan ortiq fermerlar kelib savollar shunaqa bo'lib ketyaptiki, qiziqish bo'lyapti-da. Bu degani men ham qanaqa masalan mana shunaqa bog' qilsam, bog'dan to'g'ri foydalansam, yuqori hosil olaman ekan. Men bog'dan foydalanishni bilmagan ekanman. Men haqiqatan bog'im bunday qilaman ekan deb qiziqish bildiryapti-da. Bog' qilgan xarajatini 30-40% davlat qoplab beryapti faqat to'g'ri foydalansa. Shuning uchun biz har bitta fermerlar bilan, tadbirkorlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ularga imkoniyatlar, shart-sharoitlar, qanday agrotexnikasi shularni tushuntirib birga hamkor ish olib boryapmiz. Faxriddin aka, prezident qaysi bir hududga borsalar, albatta mana shu qishloq xo'jaligi sohasidan gap ketadigan bo'lsa, har bir hududga shu ilm bilan yondashuv masalasiga alohida urg'u beradilar-da. Siz bilan biz turgan bog' ham mana shu qarashlarni, prezidentni mana shu tashabbusini, mana shu talabini bir mevasi sifatida ko'rishimiz mumkin-da, to'g'rimi? Albatta. Oldin, misol uchun sizni yeringiz bo'lsa, xohlagan mahsulotingiz ekkansizda, u bu tuproqqa mos keladimi, kelmaydimi? U ertaga bu mahsulotni bozori bormi, yo'qmi, ekilaverganda qanchadan qancha yerlardan biz unumli foydalana olmaganmiz. Albatta, birinchi navbatda ilm. Ilm bilan yondashishimiz kerak. Yurtboshimiz to'g'ri ta'kidlaydi, ilm. Biz ilmni ishlab chiqarishga amaliyot bilan nazariyani bog'lasak, bizning natijamiz samarali bo'ladi. Bu degani mana biz ilmni bog'lashda eng asosiy maqsad bir nima? Mana ko'rib turganingizdek, mahalliy olim, xorijiy olim, mutaxassislarni biz chaqirib, bular bilan biz ishlab chiqaruvchi oddiy dehqon fermerlar bilan biz gaplashyapmiz. Bu degani bu fermerlar buni ko'rib, o'zi bilan ko'rib, ilmni ishlab chiqarishga bog'lash bo'yicha keng doirada ish olib boryapti. Mana shu agrosanoatni rivojlantirish agentligi umuman mana shu tarmoq bugun qaysi mamlakatlar bilan hamkorlik qilmoqda? Albatta, hamkorlikda ish katta. Albatta, mana bizni agrosanoat agentligi tomonidan dunyoda rivojlangan davlatlarga, Yevropa, Amerika davlatlariga borib turib, bitta asosiy narsaga e'tibor berishimiz kerak. Oldin ko'chatlarimizga kafolat yo'q edi, sertifikat yo'q edi, ishonch yo'q edi. Endi farmon bilan shunday bizga vazifalar qo'ydiki, agar ekilgan ko'chatning navi 3 yil davomida aytgan navini bermasa, sotib olgan odam uni to'laydi kafolatini. Bu juda ham jiddiy yondashuv. Asosiy masalalarimiz biri. Birinchi o'chirda ko'chatimiz. O'zingizlar ko'rdinglar, fermerlardan savol chiqyapti. 7 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi, darag'im bor, mevasi yo'q deyapti. Ilm bilan bog'lashmagan. Ilmni bilmagani sababi topgan ko'chatini olib kelib ekib qo'yganda, daraxt hosil bera olganda, u mevasi bo'lmagan. Bu millionlarni kerak bo'lsa milliardlarni sovurish degani. Albatta, bu mevalar daraxt, bu ekin emas bu. Bu 2-3 yilda hosil beradi. Millionlab pul sarflaysiz bunga. Investitsiya kiritasiz. Ha, keyin agar buni daromadni 3 yildan keyin mevasi ololmay qolsangiz, u siz ishonchi qoladi fermer, yerga ishonchi qoladi, mevaga ishonchi qoladi. Keyin bog'on bo'lmay qoladi-da. Shuning uchun biz nima qildik? Mana meva ko'chatlarni sertifikatlangan, kafolatlangan, inventor laboratoriya yetishtirgan sog'lom payvandtaglik ko'chatlar ekilsa, bularga biz 3 yil davomida kafolat beriladi. Agentligimiz tomonidan respublikada 67 ta ko'chatchi xo'jalik reyestri shakllantirganmiz. 15 ta inventor laboratoriya bor. Biz inventor laboratoriya bilan ko'chatchi xo'jaliklarini bog'lab ish olib boryapmiz. Bundan tashqari mana respublikamizda to'g'ri tan olishimiz kerak, yetishmaydigan ko'chatlarimiz bor. Talab kuchayapti hozirda. Hamma qiziqish bo'lyapti. Boqqa, sanoatlashgan boqqa agentlik xodimlari men aytganda Yevropa, Amerikaga borib, u davlatlarda, rivojlangan davlatlarda ko'chatlarga qanday sertifikat beradi? Qanday tizimi bor? Qanday tizimlar ma'qul? Shu ma'qul tizimlarni O'zbekistonga biz joriy qilish bo'yicha joyida ish olib boryapmiz. Biz asosiy maqsadimiz dehqonlarimizni, fermerlarimizni daromadini oshirish. Ertaga bular ko'rilgan mehnatining samarasini ko'rish kerak. Bugun yurtimizda uzumni 3 turdagi 51 dan ortiq navlari bor. Sohadagi yangi yondashuvlar, ilmga tayangan loyihalar, yangi navlarni yaratish va foydalanishga kiritish bu borada eksport salohiyatini oxirgi 2 yilda 110% ga oshishiga asos bo'ldi. Bu kabi sanoatlashgan tokzorlar hosildorligi 3-4 barobar ko'p hosil olishni ta'minlaydi va
kafolatlaydi. Asosiy maqsadlardan biri uzumni nafaqat qayta ishlash, balki bog'ni o'zidayoq eksportga yo'naltirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Umuman bugun zamonaviy bog'larni yaratishda ilg'or texnologiyalarni joriy etilyapti va bugun mana shunday yirik loyihalarda suv masalasi alohida inobatga olinyaptiki, bugun aynan mana shu yaratilayotgan bog'larda ham suv tejovchi usullardan alohida foydalanilyapti va har bir bog'da mana shunday tomchilab sug'orish yo'lga qo'yilgan. Bu suvni kerak bo'lsa, bu usulda 5 barobarga tejash mumkin va bu bog'larni har birini bosh qismida alohida suv saqlovchi hovuzlar qurilgan. Ular aynan bahor mavsumida suvni to'plab, keyin o'sha suv tanqis paytida suvlardan foydalanish imkonini ham beradi va yana bir jihati, bunda o'g'itlar ham uvol bo'lmaydi. Ayni aytilgan joyga o'sha aytilgan o'g'it yetib boradi. Bugun O'zbekiston va Turkiya barcha sohalarda muvaffaqiyatli hamkorlikni amalga oshirib kelishyapti va munosabatlar bugungi davrda yanada mustahkamlanmoqda va qishloq xo'jaligi sohasida ham yaxshi munosabatlar, hamkorlik yo'lga qo'yilgan, xususan mana shu bog'dorchilik yo'nalishida. Ko'rganlarimdan xulosa qilib aytamanki, bugun O'zbekistonning agrar tizimini dunyo miqyosida rivojlanib borishida davlatingiz rahbarining mehnati juda katta. Ta'kidlash kerakki, mamlakatingiz uzum yetishtirishda ham salohiyati ortib boryapti. Sanoatbop jahon bozorlarida xaridorgir bo'lgan uzum navlarini yetishtirish hajmi va eksport imkoniyatlari ortib boryapti. Ayniqsa fermerlarga, dehqonlarga davlat tomonidan juda katta moliyaviy yordam berilyapti. Bu sifatli va yuqori hosil olishda, zamonaviy bog' yaratishda muhim hisoblanadi. Shuni qo'shimcha qilamanki, bugun O'zbekiston asosan uzumni qayta ishlab quritib sotadi. Tayyor pishgan uzumlarni eksport qilishni yanada kengaytirish lozim. Aynan mana shunday bog'larni yaratilayotgani maqsadga muvofiqdir. Yana bir jihatki, bugun yuqori navli hosildor eksportbop uzum navlarini o'zimizni laboratoriyalarda yetishtirilayotgani. Bu haqdagi maxsus reportajni ham sizga havola etish harakatidamiz.